Uyg'urlarda farzand tarbiyasi. Avtori Yar Muhammad Tayir Tug'luq. 5. Farzand tarbiyasining mazmuni va qadam bosqichlari. Xalqning baxt saodati bolalarni to'g'ri tarbiyalashga bog'liq. J. Lokik. 1. Tarbiyaning mazmuni. Farzand tarbiyasida tarbiyalash mazmuni intayin muhim. U farzand tarbiyasining xarakteri va maqsadini, tarbiyalanuvchilarni va tarbiyalanuvchilarni o'z ichiga oladigan, texi yezilib bo'lmagan intayin cho'ng asar. Yigit bilan qizning to'y qilishi bu asarning muqaddimasining yezilganligidan derak beradi. Farzandning dunyoga ko'z ochishi oilaga xushallik, baxt, umid va ilhom elib keladi. Jamiyat uchun hayotiy kuch bag'ishlaydi. Bu xil xosiyatni Uyg'ur xalqi balliq uy bozor, balasiz uy mozor deb xulosalagan. Yusuf Hasajib nikohning insoniyatga elib kelgan xosiyatini xulosalab, agar odamga to'y qilib farzandlik bo'lishdek ulug' mo'jiza ato qilinmagan bo'lsa, inson bolasining urqi qurib, jahon bo'sh qolgan bo'ladi degandi. İnsan temisi eng buyuk tema va mangulik tema. İnsaniyet aprida bo'lgan uzoq asrlar mobaynida nurg'unlagan buyuk asarlar barliqqa keldi. Uning tub maqsadi odamlarni tarbiyalash uchun edi. Butun tabiat va barliq mavjudiyat insonlarning o'zini o'zi tarbiyalashining va takomillashtirishining eng keng darsxonasi bo'lib berdi. Bu musofat cheksizligi bilan insonlarning o'zini o'zi tarbiyalashini eng yaxshi imkoniyatlar bilan ta'min etdi. Gerçi adamlarning hammasi o'xshash odamiylik aloyidlik bilan yaratilgan bo'lsa-mu, lekin tarbiyalanish sharoiti va imkoniyatlarining o'xshash bo'lmasligi sababli har qaysi odamlar to'pining haqiqiy ma'nodagi insonlik kamolatiga yetishida ro'shan farqlar har qachon mavjud bo'lib keldi. Chunki insondan iborat bu temani mukammal darajada qurib chiqish uchun qurg'ichi haqiqiy ma'nodagi injener va ulug' san'atkor bo'lishi kerak edi. Mukammal ta'lim tarbiyadan mahrum bo'lgan odam bolasi uchun bu olam quruq, ma'nisiz, zerikishlik qonalg'i bo'lishdan boshqa hech narsa bera olmaydi. To'liq, atrofliq tarbiyaga ega bo'la olgan odamlar bu dunyoning qanchalik go'zal, ma'nili ekanligini his qila oladi. Bu dunyoni texmi go'zallashtira oladi, ham o'zini mukammal inson sifatida ko'ra oladi. Ota-onalar uchun aytganda bir farzandni mukammal odamlik sifatga ega qilib jamiyatga qo'sha olishi ularning jamiyatga qo'shgan ulug' tuhfasi bo'lib qolaverdi. Biroq bu natijaga erishish uncha o'ng'ay emas. Chunki farzand tarbiyasining mazmuni intayin keng, cho'nqur va cheksiz. Ota-onalarga qo'yiladigan talab intayin yuqori. Agar farzand tarbiyasiga munosabatli mazmunlarni konkret va tafsiliy yozish to'g'ri kelsa, biror yuz mutaxassis necha yil sarf qilibmi yozib tamomlay olmasligi va bu sirliq ko'yi qapning sirini to'liq ocha olmasligi mumkin. Lekin insoniyat necha ming yillik madaniyat tarixi musobaqasida uzluksiz izdinish va mo'l tajriba saboqlarni yakunlash orqali nihoyatda qimmatli ta'lim-tarbiya natijalarini barliqqa keltirdi. Hozirgi zamon ilm-fanning uchiqandek taraqqiy qilishiga ergashib, farzand tarbiyasi sahifasiga qimmatli mazmunlar qo'shildi. Uyg'ur xalqining ijtimoiy hayot tarixi va madaniyat tarixi musobaqasini ko'rsatadigan bo'lsak, ular farzand tarbiyasi to'g'risida milliy xoslik ifodalangan nihoyat qimmatli ma'lumotlar, ulgular va tajriba saboqlarini qoldirib ketgan. Umumlashtirib aytganda, farzand tarbiyasi o'z ichiga oladigan mazmunlar bundoq bir qancha nuqtaga markazlashadi. 1. Zamonga va davrning taraqqiyotiga yondasha oladigan, islohot qadamiga moslasha oladigan, dunyoga kelgusiga yuzlangan zamonaviy fan madaniyat iniga ega bo'lgan izbosar. 2. Vatanni suyadigan, vatan uchun qurbon berishga har qachon tayyor turadigan, xalq uchun, xalq manfaati uchun yashashni hayot nishoni qilgan shaxsiyatsiz inson. 3. Haqiqiy ma'nodagi milliy ruhga boy, g'ururliq, vijdonliq, millatini suyadigan, millatidan faxrlanadigan, milliy an'anaga hurmat qiladigan, ilg'or milliy an'anasini davomlashtira oladigan chin aqidalik haqiqiy Uyg'ur qiz o'g'lonlar bo'lish. Hozirgi zamon bozor raqobatida putirab tura oladigan iqtisodiy eng yuqori, o'ziga ishonadigan, o'qimishliq, jasoratli farzandlardan bo'lish. Ijodkorlik ro'yiga boy, mustaqil yashash iqtidoriga ega, amgakni, millat, mehnatni suyadigan, halol yashay oladigan kurashchan bolalardan bo'lish. 6. Aqlliq, bilimlik, farosatlik, yiroqni ko'rar bolalardan bo'lish. 7. Özünü qadrlashni biladigan, kishilarni so'yadigan, ma'naviy dunyosi sog'lom bo'lgan bolalardan bo'lish. 8. Jismoniy saposi yuqori, sog'lom, bardam avlodlardan bo'lish. 9. Axloq fazilat saposi yuqori, keng qo'rsoq, mard, dadil, boshqalarga yordam berishni xushalliq deb biladigan odam bo'lish. 10. Haqiqiy go'zallikni so'yadigan, haqni haq qarshi aniq, mustaqil dunyo qarashga ega, adolatni yoqlaydigan, haqqoniyatsizlikka botirlik bilan qarshi turishga jur'at qila oladigan odam bo'lish. 11. Tili bilan dili birdek, degini bilan qilg'ini birdek, oliyjanob, yaxshi tabiatli odam bo'lish. 12. Ailesini suyadigan, ota-onasini qadrlaydigan, do'stlarga sodiq, dushmanga rahimsiz bo'lgan odam bo'lish. 13. Hayotini qadrlashni biladigan, yashashni biladigan, o'ziga qattiq talab qo'ya oladigan odam bo'lish.
14. Keyip sapağa, içimlik, çekimlik verilmeydigan, galning quli bo'lmagan adam bo'lish. Aile tarbiyasi hargizmi mundaq yuqori sapaliq adamni qurib chiqishning hudisidan chiqib bo'lolmaydi. Chunki yuqorqi mazmun talabimi texi mukammal adam bo'lish talabini to'liq qondira olmaydi. Chunki inson tabiatida yana mendan iborat muqaddas uqum bo'ladi. Chunki odam insoniyat uchun yashash bilan birga o'zi uchun yashashdek bir xil moyillik va ziddiyat ichida yashaydi. Bu ziddiyatni to'g'ri bartaraf qilish uchun o'ng'ay emas. Bu ziddiyatni to'g'ri bartaraf qilish uncha o'ng'ay emas. Chunki men uqumi bo'lmagan odammi haqiqiy mukammal odam emas. Ikkinchi, tarbiyaning qadam bosqichlari. Farzand tarbiyasi ko'p qatlamliq, doirlik va uzun mezgillik ish. Hozirgi farzand tarbiyasi haqidagi nazariyalarda farzand tarbiyasi 18 yoshgacha bo'ladi deb bir chek qo'yib qo'yilgan. Bizning qarashimizcha ota-onalar uchun farzand tarbiyasi ota-onalarning ko'zi yumilg'ichi bo'ladi. Farzandlar uchun aytganda ular mangu tarbiyalanguchi bo'lib qoladi. Chunki farzand tarbiyasi yolg'izla oilaning majburiyati va vazifasi emas. Farzand tarbiyasi oila, maktab, jamiyatdan iborat uch gavdaning birlashishi orqali bir butunlikka ega bo'ladi. Jamiyat ailəyə farzandni hərgiz özünün şəxsi mülki qatarda görməslik tələbini qoyuşı bilən, farzandlarni hərgizmi birər ata-anıqla təalluq deb qaramaydı. Farzandlarga nisbətən ata-ana birinci tərbiyəçi bolsa, məktəb ikinci tərbiyəçi, xalq məngülik tərbiyəçi olub qalıdı. Bu xil münasibətdə ailə özünün müqəddəs məcburiyyətini ada qilish bilan birgə, məktəblərə maslashishi və cəmiyyətin tələbini qandırışqa terishi, cəmiyyətin nazaretini, təklifini qəbul qilishi kerak. Hərgizmi öz besimçilik qilishqa, özünün xahişi bo'yicha ish tutishqa bo'lmaydi. Chunki ata-onalarmi farzandlarmi o'z qimmatini jamiyatdan topa oladi. Maktablarga nisbatan butkul ma'rif funksiyalari va o'qituvchi ustozlar farzandlarni o'zining farzandi deb bilishi, ularning istiqbolini o'ylashi, ular uchun jon qiqishi, farzandlarga ko'yinishi kerak. Farzandlar uchun maktablarni haqiqiy ma'rifat bog'chisi qilib qurib chiqishi, farzandlar maktabdan o'zining parlaq istiqbolini topa oladigan nurliq mash'alga ega bo'lishlari kerak. Cəmiyyətmi çoğ ailə, xalq uluq ana, cəmiyyət özünün kontrolluğunu yoxtub qoymaslıqı, xalq özünün uluq ustazlıq rolunu unutub qalmaslıqı lazım. Xalq özünün ortaq məsuliyyətçanlıq ənənəsini davamlaşdırıb, məktəblərə, oxutuculara qattiq tələb qoyuşı, ata-analarga qattiq tələb qoyuşı, ailələrə bolğan təsir göstəriş, yetəkləş və məsul buluş rolunu izchil davamlaşdırışı kerak. Xalqning balası nima bo'lsa bo'lmamdi, o'zimning balasini o'ylay deyish Uyg'ur xalqining an'anasiga yot ish. O'zimning balasini qandoq boshqarsam, o'zimning ixtiyori deyish to'liq nodonlik bo'ladi. Demak, uch qatlamning o'rtaq tirishchanligi va ko'yinishi bilanla farzandlarimiz yaxshi tarbiyalanish sharoitiga va yaxshi yaramli odam bo'lib yetilish fursatiga ega bo'la oladi. Aile tarbiyasining qadam bosqichlaridan olganda, tarbiyalash mazmuni mundaq bir qancha bosqichlar bo'yicha elib berildi. Birinchi, ayolning to'y qilishdan burungi o'zini tarbiyalashi. Ikkinchi, ayollarning ig'ir oyoq mazgildagi kutinishi. Uchinchi, dastlabki tarbiya bosqichi. Dastlabki tarbiya bosqichi butkul ta'lim tarbiya bosqichlari ichida intayin muhim va hal qilg'uch rol o'ynaydigan bosqich. Bolalarning o'sib yetilishi davomida ularning jismoniy va psixik taraqqiyoti qonuniyatli bo'ladi. Dastlabki tarbiya deganda asosan bolalar tug'ilib maktabga kirgichi bo'lgan oraliqdagi ta'lim tarbiya ko'zda tutiladi. Bu mazgildagi tarbiya nihoyat nozik va inchki bo'ladi. Bu mezgil bolalarning aqliy iqtidorini yuqori ko'tarishda intayin muhim. Bu bosqich yana o'z ichidan 3 ga bo'linadi. 0 yoshdan 1 yoshgacha bir bosqich, 1 yoshdan 3 yoshgacha bir bosqich, 3 yoshdan maktabga kirgicha bir bosqich. 4-chi boshlang'ich maktab bosqichi, 5-chi o'rta maktab bosqichi, 6-chi oliy maktab, o'rta texnikumda o'qiyotgan mezgildagi oila tarbiyasi. 7-chi turmushliq bo'lishning oldi keynidagi tarbiya, 8-chi uy o'choqliq bo'lgandan keyingi tarbiya, 9-chi oxirgi to'liqlama tarbiya. Yuqorqi nisbiy jihatda bo'lingan tarbiya bosqichlarida farzandlarning psixik taraqqiyoti, jismoniy jihatdan o'sib yetilishi, jamiyat bilan aralashishi, maktab bilan bo'lgan munosabati, kishilar bilan bo'lgan muomala munosabatlarida davr xarakterlik o'zgarish bo'lib turadi. Uy o'choqliq bo'lgandan keyin farzandlar hayotidagi yana bir muhim burilish davrini beshidan o'tkazishga majbur bo'ladi. Dastlabki ta'lim tarbiya bosqichida asosan beqish bilan tarbiyalash asosi o'rinda turadi. Tarbiya usulida ta'sir ko'rsatish bilan odatlantirish asos bo'ladi. Boshlang'ich maktabda o'qiyotgan mezgilda bolalar yarim oila, yarim jamiyat ilkida bo'lgan bo'ladi. Bu mezgilda aqliy, jismoniy tarbiyaga va adab axloq tarbiyasiga ko'proq ko'ngil bo'lishni talab qiladi. Bu mezgilda ulgu ko'rsatish va odatlantirish bilan nasihat qilish moslashtiriladi.
O'tir maktab bosqichida farzandlar yetaklashni, turmushni tushunishni bakrak taqozo qiladi. Bu mezgilda bolalar jamiyatning ta'siriga bakrak uchraydi. Bu vaqtda ota-onalar tixmi sagak bo'lishi, bolalarga singan yaxshi-yomon ta'sirlarni ko'rsatib turishi, yomon ta'sirlarni nasihat qilish, tushuntirish orqali tozalashi lozim bo'ladi. Qur'onga yetgandan keyin bolalarda o'ziga ishonish, o'ziga tamanno qo'yish xohishi ig'irroq bo'ladi. Ammo ular tixi pishib yetilmagachga turmushga hissiyat bilan muomala qiladi. Havasga ko'proq berildi. Shunga bu vaqtda farzandlarga davomli turmush qonuniyatlaridan tarbiya berib, hayotni tushunishi va pishib yetilishi uchun turtki bo'lishga to'g'ri keladi. Oxirgi to'lqin tarbiya deganda, garchi farzandlar bu chog'da mustaqil yashashga boshlagan, turmushda pishgan, yetilgan bo'lsa-mu, lekin oila munosabati, kishilik munosabat, xizmat munosabati va manfaat munosabati jarayonida nihoyat ko'p ziddiyatlarga duch keladi. O'ngishsizliklarga uchraydi, tushkunlashish ifodalari ko'rildi. Bu chog'da yanada ota-onalar o'tirg'i chiqib, farzandlarga to'g'ri nasihat, yaxshi maslahatlarni qilib, ularni yetaklash taqozosi tug'iladi. Umuman bunday bosqichlarni har qanday bir ota-ona o'z beshidan o'tkazadi. Ular farzandlarni qanday sharoitda, qanday yetaklashning lozimligini biladi. Biz faqat farzand tarbiyasida har qanday bir ota-ona duch kelayotgan umumroq va xarakterlikroq masalalar haqida to'xtaldik. Maqsad ota-onalar bilan an'anaviy farzand tarbiyasi bilan ilmiy farzand tarbiyasini birlashtirish orqali ustimizdagi mas'uliyat haqida o'rtaq kengashish. Ikkinchi bob: farzandlarning aqliy va jismoniy safosini o'stirishning dastlabki omillari. Qozonda nima bo'lsa, cho'michga shu chiqadi. Uyg'ur xalq tamsili. Siz odamning nima ekanligini bilamsiz? Uning yoshirin iqtidori va qudratini tushunamsiz? Muntazam tarbiya ko'rgan odam bilan tarbiya ko'rmagan odam o'rtasidagi farqning qanchalik zo'r bo'lganligini his qilganmi? Odam g'oyat qudratli kuch. Bu dunyoning ruhi va biziki. U aqliy buyukligi bilanla dunyodagi barliq mavjudotlardan yuqori turadi. Dunyo faqat odam bilanla go'zallashalaydi va haqiqiy qimmatga ega bo'ladi. İnsaniyat tarixida yuz bergan barliq mo'jizalar, barliq ixtirolar va madaniyat jihatdagi yuksalishlarning hammasi inson aqlining kamolati. Alisher Navoiy inson aqlining qudratini xuloslab mundaq bayon bergan. Hikmat dunyosining g'avvosi menga go'har masalalik mundaq bir hikmatni aytib berdi. Bir daryoda nurg'un biliqlar to'pi bor edi. Ular hamisha suv tepish uchun tashna bo'lib yurishadi. Ular suvga erishishning orzusida suvning rangi va ta'mi qandoqdir, uning yurish turishini bakmi ko'rgimiz bor deyishadi. Hamma biliqlarning jismi ashu arzu armon o'tlarda kuyatdi-yu, lekin hech biri suvga erishgandek emas edi. Oxir bir biliq o'kingan holda dengiz to'lqinida bir cho'ng yoshlik lahang bor. Umidim shuki, u bizga suv bor joyini aytib berib, bizning mushkullarimizni oson qilg'isi dedi. Biliqlar suvga yetish arzusida ko'ldan dengiz tarafga qarab yo'l oldi. Ular to'lqin atrofiga yig'ilgandan keyin u yerdagi pirqirayotgan palakdek qaynamni ko'rib hayron qoldi. Bu yerdagi to'lqin va qaynamning tik ko'tarilishlari sababli biliqlar taraf-tarafga bo'linib ketdi. Shu chaqda hiliq lahang paydo bo'lib, bu yerdagi bir-biridan juda bo'lgan biliqlarni yalmab yutib, qo'rsqiga tiqdi. Biliqlar shu chaqda ondan ilgari o'z umrining butunlay suv ichida o'tganligini bildi. Lekin hasrat nadomat kor qilmadi. Shuni bilginki, dabtu Navoiy yuqorqi misoldan keyin har bir insonning vujudida bir yoshirin xazina bor. Sening tabiating o'zingdagi bu xaritani bilishga ojizdir. Sening tabiating o'zingdagi bu xazinani bilishga ojizdir. U xazina senda pinhon emas, balki sen u xazina ichida yo'qolgandirsan. Lekin nodonliqing tufaylidan o'zingni tushuna olmaysan. Sen ajoyib g'aroyibotlarga yo'l topaman deb orzu qilasan. Ogoh bo'lganki, ajoyib g'aroyibotlarning hammasi o'zingda. Shuning uchun o'zingni bilganda to'g'ri yo'lga qadam qo'ygin. Unda qilmay keyin nadomat chekkiring behuda. Shundaq hamma narsani oriyat olg'ili va o'rgangili bo'ldiki, hargizmi aqlni oriyat olg'ili va o'rgangili bo'lmaydi. Chunki aql insondagi tabiiy, lekin yoshirin xazina. Bu xazinani faqat tarbiyalanish orqali ochqili ham uning qudratidan foydalang'ili bo'ladi. Bu so'zimizni yanada Alisher Navoiyning tuvandagi bayonlari bilan to'liqlaymiz. İskender Aristodin: İnsan butkul maxluqlardan sharaflik va a'lodir. Chunki uning zoti vujudida Tangrining sirlari yoshiringandir. Biroq nurdan insonning ko'zi ro'shanlashmagan bo'lg'achqa, ular o'z vujudidagi xazinalarni ko'ra olmaydi, uni bilmaydi. Shundaq turib, yana nima uchun mohiyat jihatda insonlar yanada boshqa maxluqlardan farqlanib turadi deb so'radi. İnson agar izlangan bo'lsa, har qanday narsaning tegi mohiyatiga yeta oladi, dedi Aristo javob berib.
Şuna o başqa məxluqlardan əziz və şərəflik. Amma başqa hayvanlar mundaq sifətlərdən xalidir. Bir adamın vücudunda yoşurulğan sırlar bütkül cahan əhlining biləlaydiganlardan köprekdir. Biroq kishilar o'zining ichki dunyosi haqida bilaligini bildi. Biləlmigini to'g'risida ortiqcha izlanmaydi. İnsanlar gerçi o'zini obdan bilmisimi, lekin tashqi dunyo haqida nurg'un narsalarni biladi. Mushu jihatdagi bilimimi ularni boshqa jonliqlardan farqlantirib turdi. Erişilmezlik şiddeti ve talabkorlik raj, mushaqqatlari insonlarning hayvonlardan aziz ve şevketli bo'lishiga sabab bo'lgan. Chunki kishilarning ko'nglidagi arzu istaklari ve intilishlari tepilg'isiz go'hardir. Hozirgi zaman ilm pini isbotlagan odam aqlining funksiyasi bo'lgan mingning uchurlarni qabul qilish va saqlash iqtidori bizni hayron qoldirdi. Amerikalik bir psixologning qarashicha, odam miyasi Amerika davlatlik kutubxonada saqlanayotgan kitoblarning 50 yassisiga barobar keladigan uchurlarni qabul qilish va saqlash iqtidoriga ega ekan. Real turmush bizga yana shundoq bir silishtirmani berudiki, kishilik jamiyatda iqtidorli, aqlli odam bilan iqtidorsiz, aqlsiz odam o'tirsida osmon zamin farq bo'ladi. Yusuf Hasajib bu xil farqni aqli yetilmagan ming odam, aqli yetilgan qobiliyatli bir odamning ishini qila olmaydi. Shunga aqlli odam bilan aqlsiz odam tirik bilan o'likdek farqqa ega degan. Hürmetlik ata-analarga odam to'g'risida eskartma berishimizning sababi nima? Bu tushunchalar bizga farzand tarbiyalashda va ularning aql buliqini yetishda, ularni haqiqiy odamlik iqtidoriga ega qilishimizda qanchalik zarur ekanligini his qildirish uchundir. Agar biz farzand tarbiyasiga haqiqiy ko'ngil bo'lmasak, farzandlarimiz sayidi o'zimga men yaqin, do'stim o'zimdan yaqin. Shunisi qiziq va lekin men uningdan bek yiroq. Na qilay kimlarga aytay ushbu holimni ko'ring. Yar quchog'ida turib hijronda yurgayman biroq. Degandek ahvolda eng zo'r mahrumliklar ichida hayotini o'tkazishga mahkum bo'ladi. Aql behudichiligidanmi ortiq yo'qotish bo'lmas. Birinchi, farzand tarbiyasi o'zimizni takomillashtirishdan boshlandi. Ali inakning bolasi char quyruq, Uyg'ur xalq tamsili. Ali inakning bolasi chala quyruq bo'lishi kerak deb o'ylayman. İlim-fan yüksek taraqqiy qilgan bugungi davrda insonlar farzandlarining naslini yaxshilash, sifatlik, talantlik, yaramliq farzandlarni dunyoga keltirish uchun uzluksiz izlanmoqda. Qonuniyat nuqtasidan olganda qanday urug' silinsa shundoq meva beradi. Yaxshi mahsulotga erishish uchun urug'ning sortini yaxshilashga to'g'ri keladi. Odam naslimi hargiz bu qonuniyatning sirtida emas. Uyg'ur xalqi qadimdan tortib irsiyat masalasiga, ya'ni asl nasliga tortish qonuniyatiga ahamiyat berib keldi. Shunga farzandlarning aqliy qobiliyati va psixik xususiyatlarining nisbiy holda ota-onasini tartadiganligi muayyanlashtirilgan. Shunga Yusuf Hasajib hokimiyat ishlariga odam tanlashda asli urug'ga qarash kerak. Urug' sap bo'lsa farzand yaramliq bo'ladi. Urug' yaxshi bo'lmagan farzanddan vafo kelmaydi deb qaragan. Psixik o'xshashlik chiroy shakli, bo'y turqi, yurish turishidagiga o'xshash ro'shan ko'rinib turmaganlik uchun uni bayqamoq oson emas. Real turmushdan qaraganda aqliy qobiliyat jihati kesilishtirmada farzandlarning tunjisi, ya'ni ayol, yosh, go'dak, aqliy qobiliyati va jismoniyati to'liq yetilmagan mezgilda tug'ilgan bolalar bilan 3-farzand, ya'ni ota-onalar to'liq yetilgan, aqli to'shqan, turmush tajribasi mo'llashgan chog'da ko'rgan farzandlarning aqliy qobiliyati o'xshash bo'lmaydi. Qadimki Uyg'ur cho'jaklaridagi kenji o'g'ilning oldidagi ikki aksiga qaraganda aqlliq va qobiliyatli bo'lganligining ma'lum ilmiy asosi bor. Ikkinchi nuqtadan qaraganda aqlliq, qobiliyatlik, tarbiya ko'rgan ota-onalardan tug'ilgan bolalar bilan tarbiyalanmagan, do't, nodon, madaniyat saviyasi tuvan ota-onalardan tug'ilgan farzandlarning aqliy iqtidorida belgilik farq bo'ladi. Üçüncü nuqtadan ko'zatganda er-xotinning muhabbati, shu chog'dagi ruhiy kayfiyati, ruhiy jihatdagi sog'lomligi, o'zaro ko'yinish, bir-biriga bo'lgan intilish va taqozolik qatorliq omillarmi farzandlarning tug'ma mijoz xarakteriga zo'r ta'sir ko'rsatadi. Bu nuqtami maxsus bu temaga murojaat qilingan kitoblarda yaxshi isbotlanib ko'rsatilgan. Shahdan to'ralgan yaramsiz o'g'il. Bir aqlli podshoh nihoyatda ig'ir kasalga giribdor bo'lgan ekan. Nurg'un tabiblarmi davo qila olmabdi. Shundaq kunlarning birida bu shaharga bir tabib kelib, shahni dorisiz davolab qaytibdi. Bir kuni shah hiliqi tabibni yana chaqirtib, nurg'un tabiblar topolmagan dardlarimdan meni sen qutuldirding. Ammo mening qalbimda yana bir dard borki, uning dastidan kechalari uxlay olmayman. O'g'limning qilgan qilmishlaridan yuragimga o'rnagandaq hech yo'qmidi. Nihoyatki menga o'xshash bir podshohning pushtidan yaramas va yuzsiz farzandning tug'ilgani nimasi? O'g'illari podshohlik taxtini egallamak uchun silini o'ldirmoqchi bo'ldi. Sizlar uni zindonga tashladilar. Haqiqatan aytganda bu cho'ng musibatning sababchisi o'zlari.
Bundaq so'zni qilishga qandaq jur'at qilding? Qaysi ota o'g'lini yerginishlik yo'lga boshlaydi? Deb kayıptı podshoh. Məsələnin başqa tərəfini nəzərdə tutyapman Şahim. Gapni yiroqdan boshlayli. Shu chaqda hammani oson tushunila. Ma'lumki, ko'ktatlardan, har turli ziroatlardan va mevalik daraxtlardan yaxshi ham mo'l usul elish urug'larning sifatiga bog'liq. Xuddi shuning o'xshash insonlarningmi naslining yaxshi yomon bo'lishi ko'p jihatda farzand yuzi ko'rayotgan kishining shahvat chiqarayotgan chog'dagi ruhiy holatiga berib taqiladi. Odam birər dərdkə, yəni keselge duçar bolğanda bu ahval qan və süydükdə məlum bolğandək adamның micazi, mənəvi və maddi haleti şəhvətinin sübütəyə təsir qılıdı. Şəhvətinin sübütəyə keyfiyyat və şərait qarab bir-birigə oxşaşmağan xüsusiyyət bilən şəkillendi. Şuna bir ata-anadan tuğulğan farzandlarning aql idraki, boy turqi və micazi cəhətdə bir-birigə oxşamaydiganlığını özləri puhralardan köprək bilirlər. Bir vaqtda və bir xildagi şəhvətdən to'lgan qo'shkezak bolalarla ko'p hollarda bir-biriga bakrak o'xshash bo'ladi. Paketlaringga qoyil qilarliq. Biroq buning menga va hozir sana aytgan dard tasirtimga nima aloqasi bor? Shahim, buning cho'ng aloqasi bor. Aytganimdek, er-xotin o'tirsidagi ko'ngilsizliklar, g'azab, nafrat, yuraksizlik, qaloqlik, bilimsizlik naslning buzilishiga sabab bo'ladi. O'g'illarning qo'rsaqqa qaror topgan vaqtini eslab ko'rsizlar, shu chaqda asli tog'lari va uning tarafdorlarini o'ldirib, taxt egildilar. Bu qotillik kayfiyat xotinlar bilan birga yotgan paytdagi shahvat orqali bo'lg'usi farzandlarga o'tgan. Shuning uchun o'g'illar misliga o'xshash qotillik yo'li bilan taxtni egillamoqchi bo'lgan. Tevib, bu qamlashmagan gap. Meni ko'ldirilib masxara qilayotgan o'xshaysan. Yo'q, olinlari, deb yana misol keltiribdi Tevib. Bir qimarvoz choyxonada ulpatlari bilan chaqchaqlashib o'tirganda qo'shnisi aloqzada bo'lgan holda yugurib kelib, "Uyingizga tezroq bering, o'g'lingiz 2 kishiga pichoq tiqyapti" deb xabar qilibdi. Qimarvoz parvo qilmagan holda, "O'g'limning bunday ishni qilishi tabiiy, chunki men o'zim odam o'ldirib, uyimga kelgan kunim xotinim o'g'limga homildor bo'lgan edi. Shu chog'dagi meningdagi qotillik hissiyot shahvat orqali bolamizga o'tgan" debdi. Tevib bir-ikki misol orqali hukm xulosa chiqarish ancha to'g'ri emas, debdi podshoh. Mening oldimga yaqinda bir odam o'g'lini ilib keldi. Bu bola o'ruq, qo'rqinchoq, tortinchoq va ko'rimsiz edi. U kishidan bolaning qanday sharoitda tug'ilganligini so'radim. Ma'lum bo'lishicha, onasi bu bolaga homildor mazgilda zamon to'limi tinchsiz va ma'lumot ekan. Shahar ba'zida u xonning, ba'zida bu xonning qo'liga o'tib, yuzlab kishilarning yostig'i bo'sh qolgan. Er-xotin hamisha yo'qsizlikda yashagan. Bu ahvollar nasliga salbiy ta'sir ko'rsatgan. Bu odamning 5 farzandi bo'lib, ular mijoz xuluq, qobiliyat jihatda bir-biriga o'xshamaydi. Ularning ishida Xursanjon ismli o'g'li nihoyat qobiliyatli, adabli ekan. U odamning aytishicha, bu o'g'li zamon tinchiganda tug'ilgan ekan. U kishining umrida bir qatim omad kelib, xotini bilan birga sayohatga chiqish fursatiga erishibdi. Ular ajoyib go'zal joylarni ko'ribdi. To'y-to'kin tomoshalarda bo'libdi. Sayli sayohatlar qilibdi. Ruhiy xotirjamlik, huzur halovat, ig'ir kunlardagi jafo mushaqqatlarni unutildiribdi. Natijada asta-asta er-xotinning bir-biriga bo'lgan muhabbati va mehribonligi kuchayibdi. Mana shunday yaxshi kayfiyat ichida yurishganda xotini homildor bo'libdi va yiliqi aqlli o'g'il tug'ilibdi. Bu o'g'il xursandchilik ichida tug'ilganligi uchun uningga Xursanjon deb ism qo'yishgan ekan. "Hey Tevib", deb e'tiroz bildiribdi podshoh. Bir qitimliq sayohat mazgildagi ruhiy shodlik natijasida yaxshi farzand dunyoga keldi. Uning ustiga qancha sayohatlardami bo'ldik, lekin bizning farzandimiz Xursanjonga o'xshamaydi-ku. Ey Shahim, nozik bir masalaga diqqat e'tiborlarini burishimga ijozat bergaylar. Gap shuningdeki, Xursanjondek xushfe'l yaxshi o'g'il bir-birini haqiqiy mehr bilan so'ydigan er-xotindan dunyoga keladi. Sayohat jarayonida er-xotinlarning muhabbati tixmi kuchaygan. Bu er-xotinlar ham ruhiy jihatda, ham jismoniy jihatdan bir-biriga kuchli talpingan, bir-birini to'ldirgan. Natijada ularning nasli ham to'liq, ham sifatli bo'lgan. Sizlarning o'g'illari homila bo'lgan paytlarda sizlar er-xotinda ana shunday samimiy muhabbat va ko'yimchanlik bo'lmaganda qiladi. Bundaq deyishga qandaqmi tiling bordi? Bir-birimizni so'yimiz, deb e'tiroz bildiribdi podshoh. Shahim, bir qo'shiq qanimdan kechkaylar. To'g'ri, dastlab shundoq bo'lgandi, keyin ahvol o'zgargan. O'zlar o'ylab ko'rsizlar, sizlar haramlardagi go'zal kinizaklar bilan maishat qilgan turuqliq qanday qilib xotinimni so'yman deyalaydilar.
Xotunlarının sizini söymeydiganligiga ishonchim komil. Bo'lmasa, xotunlardan so'rab boqaylar. Şah xotunidan samimiy javob berishni o'tinib so'rabdi. Meni suyamsan, yoshirmay rastlik bilan javob bergin. Bo'ladi, men aytay. Sizlar bilan bir yostiqqa bosh qo'yganda muhabbatim o'tidan o'zimmi qo'rqqandim. Ammo uzoq o'tmay muhabbatimni haramdagilarga oyoq osti qilib berdilar. Muhabbatimning yolqinida isinishga ulgurmaylar, uning tutuni ko'zimni ko'r qildi, podshohim. Ammo men sizlar so'rayotgan yurtning bir quliman. Gerçi sizlar xonish deb atab kelgan bo'lsizlarmi, sizlarga bo'lgan muhabbatim emas, nafratim uchun sizlar meni darg'a esishga haqliq. Bu savaqtim podshoh shuncha qoyil bo'pti va men mushu kungacha ko'plagan hayot sirlaridan xabarsiz bo'lganimdek, xotinimning nafratidan xabarsiz ekanman. Afsus, debdi. Bu biz tushungan va tushunib bo'lolmagan fani dunyo, shohim. Sabr toqatlik, qanoatchan ayollar oz emas. Ular oilaning manfaatini ko'zlab, erlarning noto'g'ri harakatlarini bilsa-mu bilmaslikka soladi. Ko'nglidagi noroziliklarni maxfiy tutadi. Ularga sodiq bo'lish, izzat-hurmat bildirish, ko'ngillarini elish va orzu-tilaklarini vujudga chiqarish har bir er kishining burchidir. Shu chaqda andin xotin kishida erga bo'lgan muhabbat va hurmat jush uradi. Ayolning eriga bo'lgan muhabbati kuchaygan paytda tug'ilgan bolaning tabiatida ota-onaga bo'lgan mehribonlikmi kuchli bo'ladi va ota-onani qadrlaydigan bola bo'ladi. Tug'ma xususiyatlar mayli ijobiy bo'lishidan, mayli salbiy bo'lishidan qat'iy nazar har qanday sharoitga duch kelsa-mu, ko'p hollarda asli mohiyatidan o'zgarmaydi. Shundaqmi kishilar bo'lganki, yoshligida qo'l yoki kambag'al bo'lib, keyingi chog'larda cho'ng amaldor va davlatman bo'lib dang chiqargan. Sharoitning yo'qligidan savodsiz qolgan oddiy kishilar orasidanmi dangliq shaxslar chiqqan. Ba'zilar ziyoli oiladan, yuqori tabaqadan kelib chiqqan turuqliq o'zining qobiliyatsizligi tufayli hech qanday ishni boshqa qilib chiqa olmaydi. O'z tabiatiga nisbatan irodasi bir qadar kuchli qisman kishilar tug'ma nuqsonlarini zo'rg'a sir tutishi mumkin. Biroq vaqt kelganda uning bu nuqsonlari ixtiyorsiz holda portlaydi. Shuning bilan kishilar bu xildagi odamlar ustidan bunchalik nachar yomon odam ekanligini ajabmi bilmay yurgan ekanmiz deyishadi. Bu xildagi kishilarning tug'ma nuqsonlari hasadxo'rlik, johillik, ko'ranglik, ochko'zlik, zinoxo'rlik, haqovurlik, mansabparastlik, shafqatsizlik, qo'rqoqlik, xushomadchilik, hiylagarlik va boshqa salbiy omillar orqali ifodalanadi. Bu xil nachar illatlarning hammasi birla odamda bo'lishi notayin. Bo'lgan taqdirdami bir ikki xil alomat ma'lum bo'lib qoladi. Yaxshi xislatlardan farosatlik, jasoratlik, saxiylik, mehribonlik, insoflik, tadbirlik, hushyorlik, mehmondo'stlik, xushmuomillik qatorliq fazilatlarmi xalqliq paytlarda ifodalanadi va siniladi. Farzandlarda bunday ijobiy xislatlarning shakllanishi, rivojlanishi uchun ko'rish, purash, anglash, tabiiy va ma'naviy ozuqlanish va zo'qlanishni bilish qatorliqlarning rolining cho'ngligini albatta bilamiz, shohim, deb so'zini xulosalabdi Tevib. Yuqorqi bayonlarning ilmiy asosi xili cho'nqur. U kishilarning uzun yillik turmush amaliyoti davomida to'plagan real turmush faktlarning xulosasi. Shunday ekan, ota-onalar farzandlarining aqlli, qobiliyatli, farosatli, adab qoidalik, mehribon, jur'atli odam bo'lish uchun o'zi qanday jismoniy va ma'naviy shartlarni hozirlashi kerak? Birinchidan, ota-onalar oldi bilan o'zining jismoniy va ma'naviy saposini o'stirishga alohida ahamiyat berishi kerak. Buning uchun kelgusining ota-onalari kichikdan boshlabla atrofliq tarbiyalanishi, kallasini ilm-fan bilimlari, turmush tushanchalari bilan qurollandirishi, tafakkurini chiniqtirishi kerak. Imkon bor muntazam o'qib, psixik taraqqiyotida yuksalishni barliqqa keltirish uchun tirishchilik ko'rsatishi lozim. Psixik saposi sog'lom, ilm-fan bilan kallasini qurollantirgan, haqni, yaxshi-yomonni farqlantirish iqtidori yuqori ota-onalardan to'ralgan farzandlarning aqliy taraqqiyoti va mijoz xulqi bilan bilimsiz, nodon, hayot to'g'risida to'liq uqumi yo'q, psixik taraqqiyoti va jismoniy saposi to'liq yetilmagan, yeb-ichishni biladigan, qursiqini to'yg'izib kun o'tkazsa qanoat qiladigan ota-onalardan to'ralgan farzandlarning aqliy taraqqiyoti va qobiliyat jihatdagi farqi xili gavdalik bo'ladi. Bundaq ahvolni mutlaqlashtirib etmagandimi, lekin yaxshi, sapoliq ota-onalarning bolalarini tarbiyalashga ancha ko'p kuch sarf qilinmasa-mu, tarbiyaning unumi ko'rinarli bo'ladi. Sapasiz, nachar oilaning bolalarini tarbiyalashga nihoyat ko'p kuch chiqarishga to'g'ri keladi. Irsiyat nuqtasidan qaraganda farzandlarning yaxshi xarakterlik va yomon xarakterlik bo'lishida ota-onalarning xarakteri farzandlarga o'xshashmagan darajada ta'sir qoldirganligini hech kim inkor qila olmaydi. Irsiyat masalasida yana mundaq bir tipik hikoyani misol ilib o'tishga to'g'ri keladi. Tegishilgan bolalarning hikoyasi.
Bir padişahning tixi balog'atga yetmagan o'g'li Orda navoiyxonasiga to'la boradigan bo'lib qapti. Buning sababini hech kim aytib berolmabdi. Aşı yerga bir berib alsam, kayfiyatim bekmi yaxshilanadi. Boshqa vaqtda o'zimni bekmi parishon, ruhsiz his qilaman, debdi o'g'limi. Padişah o'g'lim biror kasalga mubtalo bo'lgan o'xshaydi deb o'ylab, mashhur tabiblarga ko'rsatgan bo'lsa-mu, hech bir unumi bo'lmabdi. Bu ishdan xabar topgan bir danishman padişahga mundaq debdi. Bir qo'shiqimdan kechgayla, men o'z fikrimni aytsam, meningcha o'g'illarning ana jihatdan birarsi navoiylik bilan shug'ullangan bo'lishi mumkin. Bu nonning purqidan huzurlanish o'g'illarga qondan o'tgan bo'lishi mumkin. Padişah danışmanning bu so'zidan g'azabga kelibdi va bu so'zga bir ishinib bir ishonmay tangirqab qapti. Oxiri danışmanning taklifiga asosan xotinidan urug' tuqqanlar orasida Navoiyning bor yo'qligini surishti qilgan ekan xotini. Bir qo'shiqimdan kechib gunohimdan o'tgaylar. Özlerge ma'lumki, ko'p yillardan beri taxt varisining yo'qligidan to'limi qayg'urgandilar. Xudoy taoloning buyrug'i bilan yangi qiz tuqqandim. Olam ko'zimga qorong'u bo'lib ko'rindi. Shu chaqda qizimga tug'ut onasi bo'lgan Momayning menga ish chaqirib, dal shu kuni Navoiyning xotinining o'g'il tuqqanligini va uningga qizimizni almashtirishimni aytdi. Boshqa ilojim bo'lmaganlikdan taxtning keyingi varisining g'amida sirni hech kimga aytmaslik sharti bilan bir xalta tilla berib balini almashtirdim. Aldılarda turgan Navoiyning o'g'li shaxsan shahning tarbiyasida yuksak adab axloqqa ega bo'lib o'sdi. Hamma gap mana shu, deb so'zini tugatibdi xonish. Padişah birdam xiyolga cho'mib, andan mundaq debdi. Taxet davlatimizni shunchalik o'ylaganliging uchun sana rahmat. Endi bo'ladigan ish bo'ldi. Haqiqatan bu o'g'limiz har jihatdan maqtashga arziydi. Xudoy taolo bu o'g'ilning peshonasiga hukmdorlikni yozgan ekan. Xonadonimizda u voyaga yetdi. Men uni o'zimning haqiqiy o'g'lim va mirosxo'rim deb hisoblayman. Uzoq o'tmay padişah taxtdan voz kechib, o'g'ilni mamlakatga hukmdor deb e'lon qildi. Shundan keyin u hukmdor xumori tutganda issiqnonni purashni va uningga qarashni tashlamabdi. Real faktlarmi bizga shuni tavsiya qiludiki, irsiyat bilan ta'lim-tarbiyaning bir-birini to'liqlab, bir gavdalishishi farzandlarimizdan buyuk shaxslarning chiqishiga asos bo'ladi. Hünərning və başqa qabiliyyətinin atadan balağa irsiyat orqali miras qoladiganligini Uyg'urlar udim qolgan deb ataydi. Real faktlardan yana bir qiziqarli misol elib o'taylik. Kilar Serviya ismli bir usulchi yurak o'pka ko'chirish operatsiyasi qildirgan. Uningga qatnash hodisiga uchragan 13 yoshli bir o'g'il bolaning yuragi bilan o'pkasini ko'chirgan. Shundan keyin u usulchining oziqlanish odatida ajoyib o'zgarish bo'lgan. U azaldan pivo ichmaydi ekan. Operatsiya qilinib 3-kuni uning birinchi orzusi pivo ichish bo'lgan. Ilgari yeyishni yaxshi ko'rmaydigan yemekliklarni yegisi keladigan bo'lgan. Bo'libmi to'xi kavupiga to'limi amroq bo'lib qolgan. Keyin ma'lum bo'lganki, Tin ismli heliqa bola pivoga va to'xi kavupiga shundoq amroq ekan to'q. Hatto o'lgan chaqda yonchuqidan to'xi kavupi chiqqan ekan. Buningdan shundoq bir qonuniyatlik bog'lanishni tasavvur qilishga bo'ladiki, bir-ikki a'zoning almashtirilishi bilan bir odamda shunchalik zo'r o'zgarish bo'lgan yerda bir butun vujudni, bir butun odamni paydo qilishga sabab bo'ladigan shahvatning farzandga ko'rsatadigan irsiy ta'sirining qanchalik zo'r bo'lganligini tasavvur qilish tas emas. Ikkinchidan, qiz yigitlar jo'ra tanlashga intayin ahamiyat berishi kerak. Biri yaxshi tarbiya ko'rgan odamni tanlash, ikkinchidan aqlli, qobiliyatli, o'qimishli odamni tanlash, uchinchidan qaddi qomati ravus, bijirim odamni tanlash, to'rtinchidan fazilatli, xushchiroy, adabli odamni tanlash kerak. 11-asrning buyuk jamiyatshunosi Yusuf Hasajib qanday xotinga o'ylanish kerak degan nuqtada fikr qilib, oldi bilan bilimlik, aqlli, taqvodor qizlarni tanlash kerak. Chiroyli qo'g'lashib, aql parasat qo'g'lashmasang, oxiri hammadan mahrum bo'lasan degan. U yana tajribasiga asosan, o'zing qandoq bo'lsang, farzanding shundoq bo'ladi degan. Hozirgi Uyg'ur jamiyatida yaxshi bo'lmagan bir xil xohish farzandlarning sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Buningda alohida diqqatimizni qo'zg'aydigan bir ish, saxta ankit to'ldirib navrin-navriga chatadigan, ilmiy qonuniyatga hurmat qilmay, peshonasidan ko'radi deb emildashlarning o'zaro to'y qilishiga yo'l qo'yadigan ahvollar bor. Bu keyingi avlodlarga qasddan ziyonkashlik qilganlik bo'lib hisoblanadi. Yana biri jismoniy sapoga ahamiyat bermayotidi. Yigit pakar bo'lsa, o'zidanmi pakar qizni tanlab to'y qilyotidi. Bu xil ahvol barbara millatning jismoniy saposiga salbiy ta'sir ko'rsatib, pakarlar millatiga aylanib qolishiga sabab bo'ladi. Uchinchidan, ayollar birga bo'lgan chog'larda ruhiy va jismoniy sog'lomligiga diqqat qilishi, bo'libmi bola
Bala elish uchun birga bo'lgan mezgillarda ayol bir-birining ko'nglini va kayfiyatini ko'tarishga alohida e'tibor berishi kerak. O'ziga bo'lgan hurmat, mehr-shafqat va sevgini ko'rgan ayolning ko'zlarida umid uchqunlari chaqnab, chiroyi guldek ichiladi. Chiroyi va lavlaridan tabassum ketmaydi. Bu xil ruhiy kayfiyat uchunmi baxt huzurini beradi. 2 yoshning yashnayotgan baxt haroratidan paydo bo'lgan farzandlar farishtadek aqlli, iste'dodli, chiroyli, mehribon bo'lib tug'iladi. Er-xotinlar ruhiy tayyorliqsiz, xotirjamsiz va andish ichida palapatish, favqulodda yoki mas holda ish tutish, ayol bir-birining ruhiy kayfiyatidagi o'zgarishlarni hisob qilmay, zo'rliq bilan ish tutish, fasllarni yaxshi tanlamay, tomuz issiqlarda, qahraton sovuqlarda, yerib charchagan ruhiy sulg'un, jismoniyati kasal va zaif chog'larda o'zini tutmay ish tutish, farzandlarning oshkora va yoshirin nuqsonlar bilan tug'ilishiga sabab bo'ladigan muhim omillar bo'lib qoladi. Şuna farzand ko'rmoqchi bo'lgan odam intayin mas'uliyatchanlik bilan ish tutishi, bir-biriga chin mehr-muhabbat bilan sodiq bo'lib, ko'nglini chigirgan ruhiy zarbi bo'ladigan ahvollardan parhez qilib, yaramliq farzand uchun asos solishi kerak.